Milliy sertifikat 5-variant yechimlari. Quyidagi so'zlar orasidan nechtasi aralash tuz? Aralash tuzlarni belgilashimiz kerak ekan. Biz aralash tuz degani kislota qoldig'i ikki xil bo'lishi kerak. Kation qismi esa metal atomi bir xil bo'lishi kerak. Shunisiga e'tibor berishimiz zarur. Bu yerda ikki xil kation bor. Bu qo'sh tuzga kiradi. Ani qabul qilmaymiz. Bunisi ham bo'lmaydi. Bizga keragi bu ham ikki xil kation, bunisini ham qabul qilmaymiz. Kislota qoldig'i bunisi ham bir xil, mana karbonat. Bunisi qo'sh oksidga kiradi. Mana bunisi bo'ladi. Qash qismi. Chunki bu yerda xlorid kislota qoldig'i bor va gipoxlorid kislota qoldig'i bor. Qashni belgilaymiz. Bitta bo'ldi hozircha. Bunisini ham qabul qilmaymiz. Xlorid, bromid ikki xil kislota qoldig'i. Buni ham qabul qilsak bo'ladi. Bu yerda ftarik kislota qoldig'i hamda fosfat, ortofosfat kislota qoldig'i bor. Buni ham qabul qilsak bo'ladi. Jam holatda 3 tasini qabul qildik. To'g'ri javob A varianti. Quyidagi tarkibli moddaning 0,2 moli 12,4 gram bo'lsa degan. Proporsiya olsak bo'lar ekan. 0,2 moli 12,4 gram. 1 molni massasini hisoblasak, shu noma'lum moddaning molekulyar massasi chiqadi. 62 gram. X dan 2 ta bor, vodoroddan 6 ta. 6 ta vodorodni ayiramiz. Demak, 62 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, 56 qoladi. X lar soni 2 ta bo'lganligi uchun 56 ni 2 ga bo'lamiz. 28 nisbiyatli massasi 28 bo'lsa, bu kremniy bo'ladi. Endi X ning o'rniga kremniy qo'yadigan bo'lsak, kremniy vodorod 4 bo'ladi. Uning 0,3 molni massasi so'ralyapti. Molekulyar massasi keladi bizga. Molekulyar massasi 32 gram taqsim mol. Massasini hisoblash uchun molekulyar massasini ko'paytiramiz moliga. Moli 0,3. Ko'paytirganimizda 9,6 gram chiqadi. To'g'ri javob C varianti. Kimyoviy reaksiya 10 gradusdan 30 gradusgacha o'zgarganda tezligi 4 marta ortsa degan. Formula, ya'ni Van Gogh formulasidan foydalangan bo'lsak, gamma ikkinchi haroratda birinchi haroratda ayirib 10 ga bo'lishimiz kerak. Bunda 4 marta o'zgarish bor. Gammani topib olsak bo'lar ekan. Gamma noma'lum chunki gamma ikkinchi harorat 30, birinchi harorat 10 taqsim 10, reaksiya tezligi 4 marta o'zgargan. Gamma buni ayirsak 20, 20 ni 10 ga bo'lsak 2 qoladi. 4 esa 2 ning kvadrati. Darajalar qisqarib ketsa, demak gamma 2 ga teng. 40 gradusdan 343 kelvinga o'zgaryapti. 343 kelvindan Selsiga aylantirib olish uchun 273 ni ayirib o'ramiz. 70 gradus bo'ladi Selsiyda. Yana Van Gogh formulasini ishlatamiz. Gamma, ya'ni temperatura koeffitsient 2, ikkinchi harorat bizda 70, birinchi harorat 40 taqsim 10. 2 ning 3-chisi bo'ladi bu, chunki bu 30, 30 dan bo'lsak 3. 2 ning 3-chisi bu 8 marta. To'g'ri javob A varianti.